Assalomu alaykum qadrli yurtimiz a'zolari. Xudo xolasa mana keyingi zakasimiz mana tayyor bo'ldi. Xudo xolasa bu yerda 4 ta eshikni berdik. 4 dona eshikni berdik. Ko'rishlar mumkin. Xo'sh, bular rasmiga keladigan bo'lsa 90 ga, bu 235 lik bo'ldi mana. Hammasi bir xil qatoriga. Hammasi mana. Ega shularni qilib bering dedim, mana qilib berdik mana. Karonlarni o'zgacha qilib. O'ta zo'r chiqdi. Bularimiz kvadratini 8 mingdan qilib berdik. To'g'ri gap. Va kanallardan ko'ryapsizlarmi? Toza mana litradan chasilgan. Xudo xolasa mana mokri rangda. Aynalari germetiklangan. Zamonlari eng kuchli zamonlardan. Ko'rishlar mumkin. Kim kerak bo'lsa, xohlagan fasonda qilib beriladi, Xudo xolasa. Olagan fasonda qilib beraveramiz, Xudo xolasa. Inshaalloh nomerimiz 97 lik 224 22 lik. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Hozir bo'lib olib borib beramiz. Kelishilgan holda qilib berilaveradi. Toshkentga ham lekin qilib beryapmiz. Yo'l kirasini bersa, olib borib beryapmiz. O'rnatishimiz tekin bo'ladi, to'g'ri gap. O'rnatib berilaveradi. O'zimiz ishimizga o'zimiz javob beramiz, garantiyali, Xudo xolasa bu ishlar. O'nda mana aqida, Xudo xolasa zo'r bo'lgan. Inshaalloh mana kanalimiz yangi bo'lsa, bitta podpiska qilinglar. Kanalimiz rivoji uchun Xudo xolasa bundan ham zo'rini chiqarish harakat qilamiz. Hammalarga rahmat, sizlarga omad.